Agar sizda ko'krak kattalashayotgan bo'lsa, bu har doim ham yog' to'qima emas, balki ginekamastiya bo'lishi mumkin. Men plastik va rekonstruktiv xirurg Najmiddinov Baxtiyorman. Bugun hamma uyaladigan ginekamastiya muammosi haqida, erkaklardagi muammo haqida gaplashamiz. Ginekamastiya o'zi nima? Ginekamastiya bu erkaklarda ko'krak bezlarining kattalashishi bo'lib, bu oddiy semizlikdagi yog' to'planishidan farq qiladi va uni turlari 3 xil odatda bo'ladi. Ya'ni chin, soxta va aralash turdagi ginekamastiyalar bo'ladi. Ginekamastiya bugungi kunda o'rtacha hisobda statistikaga qaraydigan bo'lsak, har 3 ta erkakdan bittasida ginekamastiya uchraydi. Uni sabablari turli xil bo'lishi mumkin. Ya'ni gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin, ortiqcha tana vazni bo'lishi mumkin, o'smirlik, ba'zi kasalliklarda bu narsa ba'zan idiopatik, ya'ni hech qanaqa sababsiz ham paydo bo'lishi mumkin. Bilasizmi, eng katta muammo bu ginekamastiyada erkaklardagi psixoemotsional muammolar. Ya'ni erkak kishi uchun oynaga qaraganda o'zida kattalashgan ko'krakni ko'rish bu juda ham katta muammo va depressiyaga sababchi bo'lishi mumkin, o'ziga bo'lgan ishonch pasayishi mumkin va psixoemotsional juda ham kuchli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ginekamastiyani davolash choralari hammaga qiziq bo'ladi. Odatda dorilar yordamida davolanganda ginekamastiya vaqt o'tib ozginagina kichrayishi mumkin, lekin kattalashgan bezlarni odatda kichrayish ehtimoli juda kam va operativ davo albatta muhim bo'ladi. Ya'ni operatsiyasiz bu narsadan qutulish juda ham qiyin. Dori-darmonli yordam beradimi? Dori-darmonlar odatda agar erta etapda bo'lsa va gormonal o'zgarishlar tufayli paydo bo'lgan bo'lsa, o'smirlik davrida bo'lsa, bezni kichraytirishi mumkin, lekin agar bez уже kattalashib bo'lgan bo'lsa, dori-darmonlar odatda yordam bermaydi. Qachon operatsiya tavsiya qilinadi? Qachonki agar dori-darmonlar qilinganda effekt bermasa yoki organizmda уже bez kattalashib bo'lgan bo'lsa va erkak kishida bu psixoemotsional o'zgarishlarga olib kelgan bo'lsa, unda operatsiya qilish kerak bo'ladi. Har doim ham kattalashgan ko'krak erkaklarda ginekamastiya bo'lmaydi. Shuning uchun albatta konsultatsiya qilib, to'g'ri tashxis qo'yish kerak va to'g'ri taktika bilan bemorlarni davolash kerak bo'ladi. Agar sizda xuddi shunaqa muammolar bo'lsa, izohlarda murojaat qilishingiz mumkin, savollar yozishingiz mumkin yoki pastda ko'rsatilgan kontaktlar orqali bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.